Mamlakatimizning barcha hududlarida 2026-2027 o'quv yili uchun davlat oliy va kasbiy ta'lim muassasalariga qabul test sinovlari boshlandi. Muxbirimiz jarayonlarni kuzatib qaytdi. Hozir shu haqida. Bugun minglab abituriyentlar o'zlari orzu qilgan oliy ta'lim muassasasiga kirish yo'lida muhim sinovdan o'tmoqda. Test sinovlari uchun keng va qulay binolar hamda katta sig'imli zallar ajratilib, ishtirokchilarga zarur sharoitlar yaratildi. Imtihonlarning ochiqligi va shaffofligini ta'minlash maqsadida hududlar kuzatuv kameralari bilan jihozlangan. Viloyatimiz bo'yicha ikkita hududda test sinovlari o'tkazilyapti. Birinchi binomiz Bilim va malakalarni baholash agentligining binosi. Ikkinchi binomiz mana Yoshlik sport majmuasiga qarashli manej binosi. Har bir binomizda 1200 nafardan talabgor test sinovlari topshirish imkoniyati bor. Test sinovlari adolatli, shaffof o'tishi uchun seminardan o'tib, qattiq tayyorgarlikka ega bo'lgan nazoratchilarimizdan har bir guruh uchun ikkitadan belgilangan test sinovlariga kirishda identifikatsiya qilish, ya'ni Face ID'lar orqali aynan shu shaxs ekanligini aniqlab, o'zini guruhiga kirgitish va belgilangan o'rinda o'tkazish. Test sinovlari bir kunda 2 smenada o'tkaziladi. Mana shu test sinovlarida ishtirok qilmasdan to'g'ridan to'g'ri ikkinchi bosqich, ya'ni tanlovda ishtirok qilish imkoniyati bor. Ya'ni bular kimlar? Ular 5 ta topshiradigan fanlari bo'yicha sertifikatga ega bo'lganlar. Abituriyentlar 3 soat davomida o'z bilim va salohiyatini sinovdan o'tkazib, belgilangan fanlar bo'yicha test topshirdi. Farzandlarini kutayotgan ota-onalar uchun esa katta monitorlar o'rnatilgan salqin va shinam auditoriyalar ajratilgan. Bu yerda ular test jarayonini qulay sharoitda kuzatish imkoniyatiga ega bo'ldi. Ota-onalar hammamiz birgalikda farzandimizni katta monitorda test jarayonini kuzatyapmiz. Sharoitlari yaxshi, toza. O'g'limni monitorda ko'rib, kuzatib o'tiribman, xursand bo'lib, barcha omad tilayman abituriyentlarga. Shu test jarayoni yaxshi, muvaffaqiyatli o'tib, hammasi talaba bo'lsin, o'zim farzandim ham student bo'lsin. Abituriyentlarning test sinovlaridan taassurotlari esa quyidagicha. Bugun kimyo biologiyadan imtihon topshirdim. Men 1 yil tayyorlandim. Shu sababli kimyo biologiya imtihonim oson bo'ldi. Hayajon bo'ldi, lekin ishlab chiqdim hammasi. Natijalar yaxshi chiqadi deb umiddaman. Bu yil talaba bo'laman deb umiddaman. O'zim kimyo biologiyadan tayyorlanganman. Hozircha menga eng oson bo'lgan savollar fanlar ichida matematika bo'ldi. Qolgan savollar ham bo'ladi. Yaxshilab tayyorlangan bo'lsa o'tib biladi. Hammasi yaxshi, sharoitlari zo'r. Bu yil talaba bo'laman. Stomatologiya, yomonsa davolash ishi. Biologiya, kimyo fanlaridan topshirib chiqdim. Tayyorlanganim uchun unchalik qiyin bo'lmadi. Men uchun oson bo'ldi emas. Bu yil talaba bo'laman deb umiddaman. Boshqa test topshiruvchilar ham omad tilayman. 6-sinfdan beri tayyorlanaman. Olimpiadalarda qatnashganman. Test sinovlarida birinchi marta qatnashdim. O'ylaymanki, natijam yaxshi chiqdi. Eslatib o'tamiz, davlat oliy ta'lim muassasalariga kirish test sinovlari 23-iyulga qadar davom etadi.